Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shuni muhokama qilamizki, har bir nafaqaxo'r uchun, ayniqsa bir maygacha ota muhim bo'lgan, hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni sizga yetkazmoqchiman. Hozir aytiladigan pullar sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada yordam berishi mumkin. Shu sababli iltimos, diqqat bilan eshiting va hech bir so'zni o'tkazib yubormang. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'r bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Videoni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avvallari nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy to'lovlar asosan muntazam pensiya to'lovlari va har yili amalga oshiriladigan indeksatsiyalardan iborat edi. Bu standart tizim edi va odatda maxsus bir martalik to'lovlar faqat juda kamdan kam hollarda, masalan, yirik bayramlar arafasida yoki davlat tomonidan qabul qilingan alohida qarorlarga asosan amalga oshirilar edi. Odatda bunday to'lovlar haqida ma'lumotlar kechroq e'lon qilinardi va ko'pincha fuqarolar uning tafsilotlarini tushunishga qiyinchilik chekishardi. Ba'zida pul faqatgina ma'lum bir muddatdan so'ng kelib tushardi. Bu esa ko'plab savollar va tushunmovchiliklarga sabab bo'lardi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarimizni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlarini joriy etish ustida faol ish olib bormoqda. Oldinroq e'lon qilingan va yaqinda kuchga kirgan qator qonun hujjatlari va qarorlarga muvofiq bir qator nafaqaxo'rlar toifasiga bir maygacha maxsus bir martalik pul yordami ajratilishi belgilandi. Bu shunchaki indeksatsiya emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida beriladigan qo'shimcha to'lovdir. Uning maqsadi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi sharoitida nafaqaxo'rlarning turmush darajasini oshirishga ko'maklashish va ularni moddiy qo'llab-quvvatlashdir. Bu yangi tartib nafaqaxo'rlar uchun hayotni yanada barqaror va ishonchli qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Avvalgi tizimdan farqli o'laroq, bu to'lovlar nafaqat muhim sanalarga bog'liq, balki ba'zi hollarda ijtimoiy zaif qatlamlarni doimiy qo'llab-quvvatlash tizimining bir qismi sifatida ham ko'rib chiqiladi. Aynan shu sababli ushbu ma'lumotni bilish va to'lovlarni o'z vaqtida olish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini tushunish siz uchun juda muhimdir. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, endi bu to'lovlar nima ekanligini, kim ularga haqli ekanligini va qanday holatlarda bu sizga tegishli bo'lmasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bu qanday to'lov? Bu shunchaki bir martalik moddiy yordamdir. Bu sizning muntazam pensiyangizga qo'shimcha tarzda beriladi va pensiya hisobingizga yoki pochta orqali yetkazib beriladi. Bu pensiyaning keyingi indeksatsiyasiga ta'sir qilmaydi, ya'ni pensiyangizning ozi kamaymaydi yoki oshirilmaydi. Bu alohida bonus hisoblanadi. Ushbu to'lovning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarning bayram kayfiyatini ko'tarish va ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishga yordam berishdir. Ayniqsa bahor mavsumi va yaqinlashayotgan muhim sanalar, masalan, xotira va qadrlash kuni arafasida. Ikkinchidan, kimlar ushbu to'lovga haqlidir? Bu yerda diqqatli bo'lishingizni so'rayman, chunki haqli bo'lganlar doirasi aniq belgilangan. Yaqinlashib kelayotgan 9 may, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha nafaqaxo'rlar umumiy yordamga haqli emas. Asosiy e'tibor ma'lum toifalarga qaratiladi. Bu birinchi navbatda urush qatnashchilari va mehnat fronti faxriylari, shuningdek, ularga tenglashtirilgan shaxslardir. Bu toifaga Ikkinchi jahon urushi faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar, Afg'oniston va boshqa harbiy harakatlar faxriylari kiradi. Agar sizda bunday maqomni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, siz ushbu to'lovga deyarli kafolatlangansiz. Shuningdek, umumiy pensiya yoshi, ya'ni erkaklar uchun 60 yosh va ayollar uchun 55 yoshga yetgan hamda kamida 25 yil erkaklar va 20 yil ayollar mehnat stajiga ega bo'lgan barcha nafaqaxo'rlar, agar ularning pensiyasi eng kam pensiya miqdoridan past bo'lsa, qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy mezon nafaqaxo'rning moddiy ahvoli va uning pensiyasining eng kam miqdordan pastligi. Bu hukumatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan aniq siyosatidir. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar ham ushbu to'lovga haqli. Ularning nogironlik guruhi ahamiyatli emas. Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironlari hammasi ushbu bir martalik yordamni olishlari mumkin.
Bu to'lov ularning sog'ligini tiklash, dorilar sotib olish yoki kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Uchinchidan, kimlar ushbu to'lovga haqli emas? Bu ham muhim. Agar siz hozirgi kunda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz va sizning daromadingiz pensiyangizdan tashqari eng kam oylik ish haqining ma'lum miqdoridan oshsa, bu to'lov sizga berilmasligi mumkin. Shuningdek, agar sizning pensiyangiz eng kam pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'lsa va yuqorida sanab otilgan imtiyozli toifaga kirmasangiz, siz ham ushbu to'lovdan chetda qolishingiz mumkin. Bu cheklovlar pul mablaglarining haqiqatdan ham ehtiyojmand bo'lganlarga yo'naltirilishini ta'minlash maqsadida kiritilgan. 4-dan, to'lov miqdori qancha? Bu har bir holatda individual bo'lishi mumkin, ammo umumiy qoida bor. Misol uchun, urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun bir so'm miqdorida bir martalik to'lov belgilangan. Bu yilgi xotira va qadrlash kuni munosabati bilan beriladigan an'anaviy to'lovdan tashqari, ya'ni bu qo'shimcha yordamdir. Agar sizning pensiyangiz eng kam pensiya miqdoridan past bo'lsa, sizga pensiyangizni eng kam miqdoriga yetkazish uchun yetmaydigan miqdorda qo'shimcha pul beriladi. Misol uchun, agar eng kam pensiya bir so'm bo'lsa va sizning pensiyangiz 800 so'm bo'lsa, sizga 200 so'm qo'shimcha to'lanadi. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun esa 500 so'm miqdorida belgilangan. Bu summalar har bir hududda yoki mamlakatda biroz farq qilishi mumkin, ammo markazlashtirilgan qarorga ko'ra bu o'rtacha raqamlardir. Endi esa bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Ahmad aka 90 yoshda, Ikkinchi jahon urushi faxriysi. Uning oylik pensiyasi 500 so'm. Unga bir so'm miqdoridagi bir martalik qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda hech qanday arizasiz bir maygacha bank kartasiga tushadi. Chunki u urush faxriysi maqomiga ega va bu to'lov uning pensiya miqdoriga bog'liq emas. Misol 2. Dilbar opa 65 yoshda, 40 yil paxta dalasida ishlagan. Uning oylik pensiyasi 950 so'm. Aytaylik, eng kam pensiya miqdori 1 so'm. Demak, uning pensiyasi eng kam miqdordan 50 so'mga kam. Unga avtomatik ravishda 50 so'm qo'shimcha to'lanadi, chunki uning pensiyasi eng kam pensiya miqdoridan past. Misol 3. Sarvarbek 50 yoshda, bolalikdan I guruh nogironi. Uning pensiyasi 200 so'm. Uning bank kartasiga bir maygacha 500 so'm miqdorida bir martalik qo'shimcha to'lov kelib tushadi. Bu uning nogironlik maqomiga bog'liq. Misol 4. Guli opa 70 yoshda, ko'p yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, hozir ham yarim stavkada ishlaydi. Uning pensiyasi 800 so'm, ish haqi esa 1 so'm. Uning umumiy daromadi eng kam pensiya miqdoridan ancha yuqori va u imtiyozli toifaga kirmaydi. Shuning uchun unga bu bir martalik to'lov berilmaydi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin, ayniqsa ularning umumiy daromadlari yuqori bo'lsa. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Endi esa bu qoidalarning ba'zi istisnolari, e'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Chet elda istiqomat qiluvchi nafaqaxo'rlar, agar siz xorijda doimiy yashash uchun ketgan bo'lsangiz va pensiya to'lovlarini hali ham O'zbekistondan olib turgan bo'lsangiz, ko'pgina hollarda bu bir martalik to'lov sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Chunki bunday ijtimoiy yordamlar odatda mamlakat ichida yashovchi fuqarolarga qaratilgan bo'ladi. Ammo agar siz faqat vaqtincha chet elda bo'lsangiz va doimiy yashash joyingiz O'zbekiston bo'lsa, siz to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Bu holatda aniqlik kiritish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Yangi pensiya oluvchilar, agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ya'ni mart yoki aprel oylarida pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham ushbu to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Ammo sizning ma'lumotlaringiz tizimga kiritilishi va qayta ishlanishi uchun biroz vaqt talab qilinishi mumkin. Shuning uchun, agar to'lov bir maygacha kelib tushmasa, vahima qilmang, ammo pensiya jamg'armasidan ma'lumot olish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Bank hisob raqami o'zgarishi. Agar sizning bank kartangiz yoki hisob raqamingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa, bu to'lovning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin.
Pensiya jamg'armasi avtomatik tarzda eski ma'lumotlar bo'yicha to'lovni amalga oshirishi mumkin. Shuning uchun, agar sizning ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasini zudlik bilan xabardor qilishingiz shart. Aks holda, pul xato hisobga o'tib ketishi yoki umuman kech qolishi mumkin. To'lovni avtomatik ravishda olmaslik. Ko'pchilik toifalar uchun to'lovlar avtomatik ravishda amalga oshiriladi, ya'ni hech qanday ariza yozish shart emas. Ammo ayrim murakkab holatlarda, masalan, ma'lumotlar bazasida xatoliklar yuzaga kelsa yoki sizning holatingiz standart qoidalarga to'g'ri kelmasa, sizga alohida ariza berish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun, agar bir mayga qadar to'lov kelmasa, zudlik bilan aniqlik kiritishga harakat qiling. Firibgarlar va yolg'on ma'lumotlar bu eng xavfli tuzoqlardan biri. Har doim firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizga telefon qilib yoki SMS yuborib, pensiya to'lovini olish uchun kartangiz raqamini yoki PIN kodini kiriting kabi so'rovlar bilan murojaat qilishlari mumkin. Unutmang, hech qanday davlat tashkiloti sizdan bank kartangizning PIN kodini yoki to'liq raqamini so'ramaydi. Sizdan faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy vakili shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun murojaat qilishi mumkin, ammo hech qachon maxfiy ma'lumotlaringizni so'ramaydi. Bunday so'rovlarga javob bermang va telefonni qo'yib qo'ying. Rasmiy ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan yoki bevosita murojaat qilish orqali oling. To'lovlar muddati va kechikishlar. Garchi to'lovlar bir maygacha amalga oshirilishi kerak bo'lsa-da, ba'zi texnik sabablar yoki bankdagi yuklamalar tufayli bir necha kunlik kechikishlar bo'lishi mumkin. Agar to'lov 5 maygacha ham kelmasa, o'sha vaqtda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni boshlashingiz mumkin. Biroq bir maydan bir kun o'tib darhol shov-shuv ko'tarishga shoshilmang. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Qadrli nafaqaxo'rlar, endi nima qilish kerakligi haqida aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. O'z haqingizni tekshiring. Birinchi navbatda siz o'zingizning haqli toifaga kirishingizga ishonch hosil qiling. Siz urush faxriysimisiz? Nogironlik bo'yicha pensiya olasizmi? Yoki pensiyangiz eng kam miqdordan pastmi? Agar bu savollarga javobingiz ha bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting. Agar sizning pensiyangiz miqdori eng kam pensiya miqdoridan past ekanligini bilmasangiz, bu haqda pensiya jamg'armasining eng yaqin bo'limiga telefon orqali yoki shaxsan borib bilib olishingiz mumkin. 2. Kerakli hujjatlarni tayyorlang agar kerak bo'lsa. Aksariyat hollarda, agar siz pensiya jamg'armasi bazasida mavjud bo'lgan toifaga kirsangiz, sizdan hech qanday hujjat talab qilinmaydi. To'lovlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo agar sizning holatingiz noyob bo'lsa yoki ma'lumotlar bazasida xatoliklar yuzaga kelgan deb gumon qilsangiz, quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'lishi mumkin. Pasport asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Bank kartasi agar pul karta orqali o'tkaziladigan bo'lsa, bank rekvizitlari. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, masalan, urush faxriysi, Chernobil qatnashchisi, nogiron, bu maqomingizni tasdiqlovchi guvohnomaning asli va nusxasi. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Eng birinchi va asosiy manzil bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limi. Siz u yerga shaxsan borishingiz yoki telefon orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Ular orqali siz barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti ham mavjud. U yerda tez-tez beriladigan savollar bo'limi, faqt va aloqa ma'lumotlari bor. Shuningdek, ba'zi hududlarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YITP orqali ham onlayn murojaat qilish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Hech qachon shubhali vositachilarga yoki noma'lum shaxslarga murojaat qilmang. Faqatgina rasmiy manbalardan foydalaning. 4. Murojaat qilishda nimalarni yozish kerak, agar ariza kerak bo'lsa? Agar sizga ariza yozish kerak bo'lsa, uning shaklini pensiya jamg'armasi xodimlari beradi. Sizning arizangizda quyidagilar bo'lishi kerak. Ariza beruvchining to'liq ish. Pasport ma'lumotlari va tugilgan sana. Yashash manzili va aloqa telefon raqami. Pensiya guvohnomasi raqami. Siz qaysi toifaga kirishingiz va nima uchun ushbu to'lovga haqli ekanligingizni qisqacha bayon etish.
Bank rekvizitlari agar siz pulni bank hisobiga o'tkazilishini istasangiz. Arizani aniq tushunarli qilib yozing va barcha kerakli hujjatlar nusxalarini ilova qiling. 5. To'lovni olganingizdan keyin nima qilish kerak? Pul kelib tushganidan so'ng hisobingizni tekshiring. Agar miqdor to'g'ri bo'lsa, hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Agar to'lov kelib tushmasa yoki miqdori noto'g'ri bo'lsa, yuqorida aytilganidek, pensiya jamg'armasiga zudlik bilan murojaat qiling. U yerda sizga vaziyatni aniqlashtirishda va muammoni hal qilishda yordam berishadi. 6. Firibgarlikdan saqlaning. Hech kimga bank kartangizning PIN kodini, TÜV kodini yoki SIMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini aytmang. Davlat organlari hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizga shubhali qo'ng'iroq yoki SIMS kelsa, darhol aloqani uzing va pensiya jamg'armasining rasmiy raqamlariga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtiring. Hech qanday shubhali saytga kirmang va ma'lumotlaringizni kiritmang. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob oldingiz. Xotira va qadrlash kuni arafasida ajratilayotgan ushbu bir martalik to'lov nafaqaxo'rlarimiz uchun muhim qo'llab-quvvatlash ekanligini unutmang. Bir maygacha bu mablag'larni olish uchun yuqorida keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qiling. O'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Agar sizda yana qandaydir savollar bo'lsa yoki bu to'lovlarni olishda qandaydir muammolarga duch kelsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Men sizning savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishimizga yordam beradi. Sog' salomat bo'ling, e'tiboringiz uchun rahmat.